Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida kecha kuzatilgan kuchli shamol oqibatlari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Qo'ng'irot tumanida 25 metr sekund tezlikdagi kuchli shamol tuman uchun mutlaq rekord qiymat emas. O'tmishda bu hududda soniyasiga 37 metr sekundgacha kuchayuvchi kuchli shamollar qayd etilgan. Kulak üskünden de yapmak demez. O ana domnun şifrı da gitti. Konturma sakpa. Konturma. Mümkün emes şamal. Ana barlar çıkıp su adı şamaldan. Ayağına duralmayın. Allah'ım aşkına bırak. Avaylı olun. Maçlarınız üstüne şifresi kapıp biz.